Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi nasihat. Sajda qiluvchilardan bo'ling. Alloh taolo aytadi: ularni, ya'ni sahobalarni ruku va sajda qilgan holda Allohning fazlini va uning roziligini izlaganlarini ko'rasan. Fath surasi 29-oyat. Aziz birodarlar va opa-singillar, biz musulmonlar ushbu buyuk ibodatni ulug'lashimiz, unga munosib darajada ahamiyat berishimiz lozim. Sajda ibodati barcha yopiq eshiklarni ochadigan kalit. Dunyo va oxirat baxt saodatining yo'lidir. Alloh taolo aytadi: Muhammad Allohning payg'ambaridir. U bilan birga bo'lganlar esa kofirlarga qarshi shiddatli, o'zaro esa rahmdildirlar. Ular ruku va sajda qilgan hollarida Allohning fazlini va uning roziligini istaganlarini ko'rasan. Ularning belgilari sajda izidan yuzlarida namoyon bo'lur. Fath surasi 29-oyat. Demak, islomni butun yer yuziga yoygan payg'ambarlardan keyin eng ulug' zotlar bo'lgan sahobalarning eng buyuk sifatlaridan biri shuki, ular ruku va sajda qiluvchilardan edilar. Alloh taolo aytadi: "Bas, albatta, ularning gaplaridan ko'ngling siqilayotganini bilamiz. Bas, Rabbingni hamd bilan ulug'la va sajda qiluvchilardan bo'l." Hijr surasi 97-98-oyatlar. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga g'am qayg'udan qutulish, barcha balolarni daf etish yo'li sifatida ushbu buyuk ibodat sajdani buyurdi. Va sajda qiling va Rabbingizga yaqinlashing. Alaq surasi 19-oyat. Demak, bandaning Rabbiga eng yaqin bo'lish yo'li sajda. Alloh taolo aytadi: "Yoki kechalari itoatda tik turib, sajda qilgan holda oxiratdan qo'rqqan va Rabbisining rahmatidan umidvor bo'lgan kimsa yaxshimi?" Zumar surasi 9-oyat. Shunday ekan, biz ham kechalarni ruku va sajda bilan obod qiluvchi mu'minlardan bo'lishga harakat qilaylik. Alloh taolo yana marhamat qiladi: "Ey iymon keltirganlar, ruku qilinglar, sajda qilinglar, Rabbingizga ibodat qilinglar va yaxshilik qilinglar, shoyatki najot topsangizlar." Haj surasi 77-oyat. Sajda ibodati nihoyatda buyuk ibodatdir. Kunlik sajda soni 100 ta. Farz namozlarning jami rakatlari 17 ta. Sunnat namozlari bomdod, peshin, asr, shom va xufton namozlarining oldingi va keyingi sunnatlari jami 12 rakat. Tarovih va tahajjud namozlari 11 rakat. Shuningdek, zuho namozi, tahiyatul masjid, tavba namozi, tahoratdan keyingi namoz kabi nafllar ham qo'shilsa, jami 50 rakatga yetadi. Har bir rakatda 2 sajda bor. Demak, jami 100 sajda bo'ladi. Shunday ekan, 100 marta sajda qilishni odat qilib oling. Ramazon oyida bu odatni shakllantiring. So'ng uni davom ettiring. Sajda jannat sari yo'ldir. Robiya ibn Ka'b al-Aslami roziyallohu anhu aytadilar: "Ey Allohning rasuli, men siz bilan jannatda birga bo'lishni so'rayman." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Bundan boshqa biror narsa so'ramaysanmi?" U kishi dedi: "Yo'q, men aynan shuni istayman." Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Unday bo'lsa, o'zing uchun ko'p sajda qilish bilan menga yordam ber." Muslim va Abu Dovud rivoyati. Demak, jannatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yaqin bo'lishni istaganlar sajdani ko'paytirishsin. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi: "Banda Rabbiga eng yaqin bo'ladigan holat sajda holatidir. Bas, sajdada duoyingizni ko'paytiring." Muslim rivoyati. Yana shunday rivoyat kelgan: "Odam farzandi Qur'ondan sajda oyatini o'qib, sajda qilsa, shayton yig'lab shunday deydi: menga vayl bo'lsin. Odam farzandi sajda qilishga buyurildi va u sajda qildi, unga jannat nasib bo'ldi. Menga esa sajda qilish buyurildi. Men esa rad etdim, menga do'zax vojib bo'ldi." Muslim rivoyati. Demak, sajda jannat sari eltuvchi yo'ldir. Yana bir hadisda, qaysi bir banda Alloh uchun bir marta sajda qilsa, Alloh uning uchun bir hasanot yozadi, bir gunohini o'chiradi va darajasini ko'taradi. Bas, sajdani ko'paytiring. Ibn Majah rivoyati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Qiyomatga yaqin paytda mol-mulk shu qadar ko'payib ketadiki, hatto bir sajda butun dunyodan ham afzal bo'lib qoladi." Buxoriy va Muslim rivoyati. Sajda dunyo oxirat baxtining kaliti. Sajda barcha muammolarni hal qiluvchi kalitdir. Sajda huzur halovat manbaidir. Sajda ezgulik eshiklarini ochuvchi ibodatdir. Sajda har qanday yomonlikdan saqlaydi. Sajda har qanday yaxshilikni keltiradi. Ey musulmon birodarlar, sajdani ko'paytiring. Ramazonda bu odatni shakllantiring. Shunday qilsangiz, Ramazondan keyin ham bu ibodatni davom ettira olasiz. Alloh taolo bizni ko'p sajda qiluvchilardan, sajda orqali uning roziligini topganlardan qilsin. Oxirgi so'z: sajda ko'zlar quvonchi, sajda xonadonning tinchligi, sajda muammolar yechimi,
Sajda doimiy baxt sari yo'ldir. Alhamdulillahi robbil alamin.